Eng yaxshi narsa qora sedana. Boshqa dori ichmang. Agar millionga dori olib ichib, ta'sir qilmasdan banisa analiz topshirib yurib, vaqtingiz o'tayotgan bo'lsa, bo'ldi. Dorilarni vaqtincha to'xtatib turing. Qora sedana ichib ko'ring, 1 oy og'riqlaringiz yo'qolib qoladi. Bizga kelgan patsientlar aytadiki, shu qora sedanani ichganimdan keyin zo'r yuribman, yaxshi yuribman, kasal basman, hech qatim og'rimayapti deyishyapti-da. Eko qildirgan bir qizimiz qora sedana ichib, bolasini sog'lom tug'ib oldi. Tug'ishdan oldin qora sedana ichsangiz oson tug'ib olasiz. Tug'ruqdan keyin emizikli paytda ichsangiz sutingiz ko'payadi. Homilador ayol qora sedana ichsa, bolasini miyasi zo'r ishlaydi, chunki bunda foliya kislota ham bor, ya'ni B9 miyaga oziqa beradigan foydali vitaminlar. Grijasi borlar qora sedana iching, grijes tortmay qoladi. Orqa miyani qisilishlari bo'lsa, davleniya doim baland, qon qo'yiq bo'lsa, qora sedana iching, qoningizni muvozanatini yaxshilaydi. Bu qonni suyultirib